Obunachi menga shu eskizni yubordilar. Kelinglar, video davomida shu eskizni yutuqlari va xatolari qayerda va bu xatoni juda ham ko'pchilik ijodiy imtihonda qiladi. Shu haqida gaplashamiz 60 sekund ichida. Bu ishda ikkitagina yutuq bor. Birinchisi bu mavzu tanlanganligi, ya'ni 30 ta bilet Kamoliddin Behzodga topshirayotgan ekanlar. 30 ta bilet ichidan bu bitta biletga tushadigan mavzu fantasy uslubini chizganlar qarindosh ranglarda. O'sha chizgan eskizlari mavzuga, bilet uslubiga mos tushgan va ranglari ham qarindosh ranglarga to'g'ri tanlangan. Lekin juda ham ko'p boshqa xatolar bor bu ishda. Birinchisi, bu yerda proporsiya, umuman tana proporsiyasi buzilgan va to'g'ri olinmagan. Figuralarning oyoqlari juda ham uzun, qo'llari kalta. Birinchi va 5-figurada umuman oyoqlar yo'q, suparisini o'zi qo'yib qo'yilgan. Endi libosga keladigan bo'lsak, libosning hajmi umuman olganda yomon emas, lekin konstruktiv jihatdan libosni aniqligi yo'q. Libosda o'sha shifon mato ishlatilgan bo'ladigan bo'lsa, unda ketma-ketliklar, o'sha skladkalarni, umuman pirpireylarni ketma-ket tushgani yaxshi ko'rinmagan va bu juda ham katta ishga noprofessionallik berib turibdi. Shu ishni mana bu holatda ishlasalar, yuqori ball olishlari aniq. Hammalar o'zingizlar shu kamchiliklarni ko'rib chiqsanglar, hatto bir 5-10 ballga ballinglar ko'tarilishi mumkin. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Oldinda yana ham qiziqarli videolar bor.